narxini qancha deyapsiz? 4300 deyapmiz. 4000 dan past qo'yamiz aka. 4300 bo'lsa o'chiramiz deydan qo'ymaymiz. Ana shu yerda shuni o'chirib tashlaymiz. 4000 dan kam qo'yish kerak. Mashinaning ranchasiga bitta like bosasizlar. Xullas Bardover rangda 2009-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motor Nexus sotuvda. Motori yangi deb ayta olaman. Sababi hali $600 xarajat qilim deyaptilar. Ko'p yurmagan ekanlar. Aka buni quvvatni qo'shamiz mana marhamat. $600 xarajat qilim deyapti. Hali 200 km yuratiga deyaptilar. Mashina tayyorlangan, ayniqsa motori, bitta pasatkasini ko'rsatib o'tasiz. Largo balon qo'yilgan, yangi, ultra diskga qo'yilgan ekan. Eng muhimi mashina to'liq shumka bo'lgan, даже tomlarigacha. Marhamat. Balonsini yaxshi ko'rsating. Aka, probeg qancha dedingiz? 284. 284 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Orqa qismini yaxshi ko'rsatib o'ting. Ashkalarni ham bardoy qilgan ekanlar. Orqasini men yopaman, bagajda vidini ko'rsatib o'ting mashinani. Suyakkasi butun bo'lib turibdi. Kraskalar qayerga bordingiz? Kraska bir 50-40% bor. 40% bo'lgan. Bu tomonga bitta eshikka bor, bu tomonga bor, kapotga bor. Bu tomon bitta eshik. Narxini aka shunchalik sizga qilib berishingiz kerak. Chunki ayborda mashina kraskasi bor aka. Bagaj ko'rsatib o'tasiz, gaz baloni bor ekan. Aka, endi odamlarga eng qizig'i buni narxi bo'lyapti. Qancha qilib beramiz? Xarajatim qilganman deyaptilar. Ha, 4300 deyapman. Xarajat qancha bo'ldi motorga? $600. Stoplusi bilan. Garantiya berasiz motorga. Hali 200 km yurdim deyapsiz. Tushunarli. Probegini aytdik, yilini aytdik. Aka, narxini qancha deyapsiz? 4300 deyapmiz. 4000 dan past qo'yamiz aka. 4300 bo'lsa o'chiramiz deydan qo'ymaymiz. Ana shu yerda shuni o'chirib tashlaymiz. 4000 dan kam qo'yish kerak. Ayting qancha qo'yamiz? Ko'nglimiz 4000 edi. 4000 kelishadigan joy bor turibmiz aka. Naqd pul bilan shunday kelsa agar kelishadigan joy bor. Telefon raqam pastda bo'ladi. Telefon qilib baraka qilsalaring bo'ladi. Tayyor Nexus sotuvda Bardover rangda bitta bo'lib yurish uchun Bardoverni olsangiz bo'ladi. Rahmat hammaga. Aka, sog' bo'ling.